Sakina. Muallif Shamsinur. Solih uyga kech qaytdi. Ostonada uni Noila kutib oldi. Solih unga qayrilib ham qaramadi. Yaxshi keldingizmi? Senga nima? Itni ham haydasa ketadi. Nega sen ketmaysan? Noila indamay oshxona tomon o'tmoqchi edi. Solih uni qo'lidan ushladi. Nega ayt? Men u bo'la olmayman. Uni mendan izlashing befoyda. Ket. O'zingni ham meni ham baxtsiz qilma. Tohirga men dori berganim bilan uni qanaqa ekanini bilgan emasman. Bu yerda yashamaylik deganim esa uni ko'rmaslik uchun edi. Nogiron deb jirkangan emasdim. Bu bilan nima demoqchisan? Hech nima. Shunchaki hech narsa. Noila orqa o'girib ketmoqchi edi. Solih uni to'xtatdi. Nega qolding? Nega ketmaysan? Men senga baxt bera olmayman. Boshqaga uylanishim ham mumkin. Sizni har kuni ko'rib tursam yetadi. Boshqa narsa kerakmas menga. Bo'lmasa allaqachon ketardim. Necha bor g'ururimni yerga urdingiz. Ikkisi bir-biriga tikilib qoldi. Keyin esa kutilgan va kutilmagan burilish sodir bo'ldi. Solih Noilani dast ko'tarib yotoqxonasi tomon yurdi. Nima qilyapsiz? Dam olmoqchiman. Noila erini yelkasiga boshini qo'ydi. Solih uni ohista yotoqqa yotqizdi. Toshkent aeroportida Tohirni Ruslan aka va Solih kutib olishdi. Quyuq ko'rishgach, Ruslan aka Tohirning yelkasiga qo'lini qo'ydi. Rahmat o'g'lim. Otang Obidga munosib o'g'il bo'libsan. Mard yigit ekaningni isbotlading. Rahmat amaki. Tohir odob bilan javob berdi. Amira. U yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Sen sababli barchasi. Ammo biroz davolanishiga ham to'g'ri kelyapti. Itni qafasida yotgan kunlar qattiq shamollabdi. Bugun o'qishga ketishi kerak edi. Buyragi birdan sanchiq berdi. Hozir shifoxonada. Bir haftacha davolanib chiqmasa bo'lmaydi. Tuzalib ketsin ilohim. Aytganing kelsin. Qani ketdik unda? Komila ham intiq kutayotgandir. Ha, oyim erkak o'g'illari sevadigan lag'monni pishirib kutib o'tiribdilar. Ular kulishgancha mashina tomon yurib ketishdi. Kechagina uyiga qaytgan hojini xotini indamay xizmatini qilyapti. Ammo nimadir o'zgargandek. Ra'no, nima bo'ldi boshqachasan? Ra'no boshini egib qarab turdi va gap boshladi. Men, nima sen? Boshqa bir insonni sevib qoldim. Bu kutilmagan iqror hojining yuragiga pichoqdek sanchildi. Hali operatsiya azoblaridan qutulmay, tanasidagi og'riqlar bilan kurashayotgan odam uchun bu gap o'limdan ham og'irroq edi. U birovlarning nomusini o'yin qilganda, o'z nomusi xavf ostida qolishini xayoliga ham keltirmaganda. Hoji kravatga suyangancha nafasi bo'g'ziga tiqilib Ra'noga tikilib qoldi. U ko'zlariga ishonmasdi. Yillar davomida uning har bir aytganini qonun deb bilgan itoatkor xotini bugun yuziga qarab xiyonat haqida gapiryaptimi? Nima? Nima deding? Hojining ovozi xirillab chiqdi. Qaytarib aytchi. Eshitdingiz? Ra'no nihoyat boshini ko'tardi. Uning ko'zlarida qo'rquv emas, yillar davomida to'plangan nafrat bor edi. Siz Turkiyada yurganingizda men haqiqiy mehr nimaligini tushundim. Siz meni faqat uydagi buyum deb bildingiz. Endi menga baribir. Nima qilsangiz qiling, lekin boshqa men bu yerda qola olmayman. Hoji qo'lini ko'tarib xotinni urmoqchi bo'ldi, lekin tanasidagi zaiflik va operatsiya chokidagi achish unga yo'l bermadi. U faqatgina kravat ustida ezilib ingray oldi xolos.
Qaytar dunyo deganlari shu bo'lsa kerak. Sen iflos. Tengi bilan degani shu bo'lsa kerak. Sizdan o'rgandim. U meni bolalarim bilan ham qabul qiladi. Allohdan qo'rqmadingmi? Ra'no kulib yubordi. Alloh gunohimni kechirsin. Aytasiz-ku, u tavbalarni qabul qiladi deb. Meni ham tavbamni qabul qiladi. Amira derazadan tashqariga tikilib yotardi. Tibbiy muolajalar tanasini biroz to'yintirgan bo'lsa-da, xayoli hamon Istanbulda. O'sha qorong'u omborxonada va uni najotkor farishtadek qutqargan Tohirda edi. Birdan palata eshigi ohista ochildi. Ichkariga qo'lida bir dasta gul bilan Tohir kirib keldi. Amira uni ko'rishi bilan ko'zlari yoshlandi. Assalomu alaykum, malika. Tohir past ovozda jilmayib salom berdi. Ruslan amaki seni biroz betob deb aytdi. Nima bo'ldi senga? Amira kravatga o'tirib oldi. Tohirning oldida yotish noqulay tuyuldi ayni topda. Qattiq shamollabman. Afsus. Emreni nimadir qilmaganimga achinayapman. Allaqachon Hazal uni nima qilsa qilgandir. Aniq. Ikkisi ham kulishdi. Keyin Tohir jiddiy tortdi. Amira, bir gap aytaman. Xafa bo'lmasang bo'ldi. Nima bo'ldi? Amira qo'rqib ketdi. Qo'rqadigan narsa emas. Balki eringni yoqtirarsan, ammo men majburlamadim. U seni taloq qildi. Amirani ko'zlari katta-katta ochildi. Kechir. Seni xarob qilishiga jim qarab tura olmadim. Amira yig'ladi. Tohirni esa vijdoni qiynala boshladi. Bunaqa xafa bo'lishingni bilsam, qanaqa xafa bo'lish? Men bu qadar oson qutulganimdan shokdaman. Rahmat Tohir. Sizni nima deb ta'riflashga hayronman. Tohir yengil tin oldi. Amiraning ko'z yoshlari sog'inch yoki afsus emas, balki og'ir zanjirlardan xalos bo'lgan insonning quvonch yoshlari ekanini tushunib, ichidagi g'ulg'ula bosildi. U palatadagi stulga o'tirib Amiraga mehr bilan tikildi. Rahmat kerak emas, dedi Tohir og'zida. Sen shunchaki erkin bo'lishing kerak edi. Endi sening hayoting faqat o'z qo'lingda. Hech kim seni majburlay olmaydi. Hech kim seni mulki sifatida ko'ra olmaydi. Bunchalar yaxshi insonsiz. Shu insonni onasi uylantirish payiga tushgan. Ko'nglimga yoqadigani yo'q. Rostini aytsam, ayollarga ishonchim qolmagan. Tushunaman. Bir xil holatdamiz. Meniki og'irroq. Balki biror kun aytarsiz. Tohir kuldi. Men ayol kishi emasman, dardini bo'lishadigan. Amira ham kuldi. Tohir o'zga sayyoradan kelib qolgan bo'lsa kerak. Ra'no narsalarni yig'ishtirib sumkasini yopdi. Uning yuzidagi xotirjamlik hojini battar terba qilayotgandi. Umr bo'yi taqvo niqobi ostida odamlarning taqdirini o'yin qilgan hoji endi o'z uyida xor bo'lib yotardi. Ra'no, to'xta, deb baqirdi hoji xirillab. Bolalarchi, ularga nima deysan? Bolalaringiz allaqachon hammasini biladi. Ra'no eshik oldida to'xtadi. Ular mendan yuz o'girishmaydi. Chunki mening qanday jahannamda yashaganimni faqat ular ko'rgan. Xayr, endi o'zingiz aytgan o'sha sabr bilan yashab ko'ring. Hamid Turkiyadan qaytganidan beri xonasiga qamalib olganda, Tohirning 3 taloq qildirgani uning g'ururini chil-chil qilgan, lekin tan olgisi kelmasdi. Xolnisi esa erining vajohatidan qo'rqib oshxonadan chiqolmay qolgan. Kelini faqat bola bilan ovora. Solihani o'qishini shu yerga ko'chirishganda. Dadasi, Hamidga bir nima deng, ovqat ham yemayapti, dedi xolnisi Sattor akaga yalinib. O'zing yetishtirgan meva bu xolnisi. Sattor aka gazetadan bosh ko'tarmay javob berdi. O'g'lingni erkak qilaman deb uni lattaga aylantirding. Endi Ruslan akasi kelsa, o'zi hisob kitob qiladi. Men aralashmayman. U sizni ham o'g'lingiz, rahmingiz kelmaydimi? Sen undan ko'ra Solihani g'amini ye. Majburan nikoh o'qitgan anavi kuyovachchangdan kishi bilmas ajratib ol. Xolnisi labini burdi. Hoji bilan o'sha paytlari yuz ko'rmas bo'lib ketganda.
Mashhura Hamidning yoniga kirdi. Chaqalog'i qo'lida. Bolamizga qarab ham qo'ymadingiz. Mashhura ket. Qayerga ketaman? Amira bilan hammasi tamom. Men uni qattiq sevardim. Biz bir umrga ayrildik. Taqdir ekan, hammasi seni deb bo'ldi. Agar sen iboli bo'lganingda, men senga o'ralib qolmasdim. Mana bu haromi ham tug'ilmasdi. Mashhuraning ichidan nimadir uzildi. Amira o'qishga bora boshladi. Endi uni eridan ajralganini bilganlar ilmoqli gap tashlamasdan tura olmasdi. Qaddi qomati kelishgan, chiroyli, o'ziga ishongan bu qizni shunchaki pastayanka qilishga yoki ikkinchilikka, u ham bo'lmasa oilasi buzilgan, ajrashganlar tinchini buza boshladi. Amira imkon qadar e'tibor bermaslikka urinardi. Bugun shu oliygohni bitirib dars bera boshlagan Shamsiyev uni darsdan keyin olib qoldi. Menda gapingiz bormidi, ustoz? Amira ustozini nima maqsadda chaqirganini tushunmadi. Shamsiyev deraza yonida turib, tashqariga tikilib qolganda, u Amiraning og'ir bosiqligi va nigohlaridagi mungni anchadan beri kuzatardi. Ohista o'girilib Amiraga yaqinlashdi. Amira, bilaman, hayotingdan og'ir kunlar o'tdi, dedi u vazmin ohangda. Lekin sen iqtidorli talabasan. Bugun sening referatlaringni ko'zdan kechirdim. Juda puxta yozilgan. Men seni ilmiy ish bilan shug'ullanishingni xohlardim. Amira yengil tin oldi. Xayoliga kelgan qo'rqinchli gumonlar tarqab, o'rniga biroz bo'lsa-da xotirjamlik qaytdi. Rahmat ustoz. Men bor kuchimni o'qishga bermoqchiman. Hammasi o'tib ketadi. Shamsiyev kitoblarni yig'ishtira boshladi. Faqat odamlarning gap so'ziga e'tibor berma. O'zingni asrashing kerak. Rahmat ustoz. Amira yomon gumondaligidan uyaldi. Afsuski, bu bir soniyada chippakka chiqdi. Meni bilasan, o'ziga to'g'ri odamman. Atrofingda har xil bo'layotgan gaplardan xabarim bor. Baribir er ko'rgan ayolga er kerak. Buni tibbiyot nuqtai nazaridan ham tushunaman. Seni qo'lma-qo'l bo'lishingni istamasdim. Shunga dom olib bersam, shu yaqin atrofdan. Xo'sh. Amira stulga joylashib oldi-da, qo'llarini chalishtirgancha davomini kutdi. Sen menga yoqasan. Sizni xotiningiz bor-ku? U ham o'z yo'liga. Sen bilan ham yashayveraman. Ikki qayiqni ushlaganni cho'kishi muqarrar. Men cho'kmayman. Ikki oilani ham birdek ta'minlay olaman. Amira qah-qah otib kulib yubordi. Domla rozi bo'ladi deb o'ylagandi chog'i. Bugunoq nikohdan o'tishim mumkin. Uy ham olamiz. Qarang-a. Shunchalar mehribon domlam bor ekan, bilmay yurgan ekanman. Rozimisan? Deylik, mana bu sumkani narxi qancha? Bu nega kerak? Ayting. 200-300 ming chiqar. Sizningcha men 300 minglik sumka ishlatadigan qizga o'xshaymanmi? Buni narxi 1025 AQSh dollari. Bu degani sizni butun boshli kiyimingizdan ham qimmat degani. Miya ishlatish uchun beriladi-yu, ayrim odamlarda ishlamay yangi turadi. Bittasi sizsiz. Men hech qachon ikkinchi bo'lib birovni baxtiga chang solmayman. Kimnidir hayotiga kirsam, unda yagona bo'laman. O'zingni shunaqa baland tutyapsanmi? Erdan chiqqan juvon bo'lsang, kim ham uylanadi senga? Sen faqat tunda keraksan bu chiroying bilan. Senga uylangan ortingdan qo'riqlab yurmasa, senda qalar bittasiga to'ymaysan. Amiraning ko'zlarida nafrat olovi chaqnadi. U qarshisida turgan insonning naqadar past ketishi mumkinligini tasavvur ham qilmaganda. Ustoz deb bilgan odami bir soniyada irkit bir kimsaga aylandi. Amira endi Turkiyadagi zaif qiz emasdi. Uning qalbida Tohir o'rnatgan jasorat bor. U hech narsadan qo'rqmay harakat qilishni sabog'ini berganda. Amira shart o'rnidan turdi. U sekin Shamsiyevga yaqinlashdi. Shamsiyev esa uning bu vazminligidan biroz dovdirab qoldi. Siz aytgan o'sha tunda kerak bo'ladigan ayollar balki sizning atrofingizda ko'pdir.
Lekin mening qadrim sizning butun hayotingiz davomida to'plagan obro'yingizdan baland. Siz olim emas, siz ilm niqobini kiygan kimsasiz. Meni nimalarga qodirligimni tasavvur qila olmaysiz. Amira telefonini chiqarib diktafonni o'chirdi. Mana shu yozuv hoziroq rektor stoliga tushadi. Allaqachon boshqa birovga ham uzatib bo'lindi. Siz nafaqat ishdan, balki sha'ningizdan ham ayrilasiz. Ikkinchi xotin haqidagi orzularingizni endi tergovchining oldida aytasiz. Shamsiyevning rangi oqarib, qo'llari titray boshladi. Amira, to'xta, hazillashdim. Shunchaki seni sinab ko'rmoqchi edim. Sinov muddati tugadi, ustoz. Amira eshik tomon yurdi. O'zingiz aytgandingiz-ku, o'zimni asrashim kerak deb. Mana, asrayapman. Amira binodan chiqarkan toza havodan to'yib nafas oldi. Uning yuragi tez urardi, lekin ichida ajib bir g'urur bor edi. U o'zini kimlarnidir o'yinchog'i bo'lishiga yoki g'ururini sindirishga yo'l qo'ymaydi. Biroq darvoza oldida uni kutilmagan manzara kutardi. Hamid mashinasiga suyangancha uni poylab turganda. Hamid Amirani ko'rishi bilan oldinga yurdi. Amira, gaplashib olishimiz kerak. Bizni gaplashadigan gapimiz qolganmidi? Amira zaharxandalik bilan kuldi. Yo'limni to'sma. To'saman. Sen mening xotinimsan. Hamid uning bilagidan mahkam tutdi. Tohir bilan nimalar qilganingni bilmaydi deb o'ylayapsanmi? U seni Turkiyada qanday qutqarganini ham bilaman. Endi menga rol o'ynayapsanmi? Yoki uniki yoqib qolib, darrov kechdingmi mendan? Shu payt Hamidning qo'li kuchli bir zarbadan bo'shab ketdi. Tohir qayerdan kelgani noma'lum, lekin uning vajohati Hamidning bir qadam orqaga chekinishiga majbur qildi. Senga yaqinlashma degan so'zim tushunarsiz bo'ldimi? Tohir Hamidning yoqasidan bo'g'ib mashinasiga qattiq bosdi. Bu yer Turkiya emas, Hamid. Bu yer O'zbekiston. Meni hududim. Amiraga agar yana bir marta yaqinlashsang, ishon, butun umr ayol zotiga yaqinlasha olmay yurasan. Va'da beraman. Keyin senga erkaklar yaqinlashishini ta'minlab beraman. Hamid jahl bilan unga tashlanmoqchi edi, ammo ulgurmadi. Tohirni bunchalik tez harakat qilishini kutmaganda. Olov bilan o'ynashyapsan. Bor oyijoningni quchog'iga kirib, chupi-chupisingni shimib o'tir. Tohir shunday degancha Amirani qo'lidan tortib ketdi. Qizni mashinasini old o'rindig'iga o'tkazib, o'zi ham rulga o'tirib mashinani o't oldirdi. Biroz yurgach, Tohir mashinani yo'l chetiga to'xtatdi. U chuqur nafas olib, o'rindiqqa suyandi. Keyin sekin Amiraga o'girildi. Yaxshimisan? Uning ovozi endi ancha yumshoq chiqdi. Qo'lingni juda qattiq siqib yubormadimi anavalatda? Amira bilagidagi qizargan izga qarab qo'ydi va boshini sarak-sarak qildi. Yaxshiman. Rahmat sizga. Yana o'z vaqtida paydo bo'ldingiz. Lekin siz qayerdan? Hamidning mashinasini darvoza tagida ko'rdim. Ichimda bir nima shuv etdi. Tohir peshonasini ishqaladi. Uni xotinchalish ekanini bilardim-u, lekin bunchalik pastkash deb o'ylamagandim. Amira, seni qo'riqlab yuraman shekilli. Gapga o'qigansizda rosa. Sen hali hammasini bilmaysan. Shu tomonda zo'r lag'monxona bor. Yur ovqatlanaylik. O'zi o'shanga ketayotgandim, yoqar-yoqmas. Bir o'zimga yeyish tatimaydi. Mayli, yashirib nima qildim? Och qolgandim men ham. Hoji butkul tushkunlikka tushib qoldi. 4 soatdan beri xotinini ketganini hazm qila olmay o'tiribdi. Qorni ochdi. Ovqat yeyman desa tura olmaydi. Birorta yordamchisini chaqiray desa uyaldi. Shunday qudratli odamni ayanchli ahvolini ko'rib, kulishlarini istamadi. Hojining ko'z oldida Ra'noning nafrat to'la nigohlari gavdalanardi. Umr bo'yi birovlarni kamsitib, o'zini osmonda deb bilgan odam uchun bundan ortiq jazo bo'lmasa kerak. Qornidagi operatsiya choklari achishib, og'riq tanasini zo'riqtirar. Ammo qalbidagi alam undan-da kuchliroq edi. Koridorda anchadan beri shovqin tinmaydi. Asabga tegadi. U hozir o'zini nafaqat kasal, balki butunlay chorasiz his qildi. Hech qancha vaqt o'tmay eshik ochilib, Ra'no va ortidan bolalar ko'rindi.
Hoji hayron qoldi. Keyin esa qovog'ini soldi. Nega kelding? Koridorda zerikib ketdik. Nima? Meni holatimni his qildingizmi? Hoji shundagina Ra'noni nima ko'zlaganini tushundi. Meni tashlab ketmasligingni bilardim. Ola, ko'zlaringiz jovdirab qoldi-ku. Hamma ham siz emas. Hayot faqat erdan iborat emas va xotindan ham. Undan ham muhim farzandlar bor. Ularga namunali ota-ona bo'lish birinchi navbatda. Hoji Ra'noning gaplaridan so'ng biroz mulzam bo'lib qoldi. U haqiqatdan ham xotinini butunlay yo'qotdim deb o'ylagan. Ichida paydo bo'lgan o'sha qo'rquv uning yillar davomida qurgan kibrini bir lahzada chil-chil qilgandi. Ra'no esa bolalarning yonida qaddini tik tutib, eriga vazminlik bilan boqardi. Hoji kravatda biroz surilib, bolalarga joy ko'rsatdi. Bolalar, dedi u xirillab. Onangiz haq. Men faqat o'zimni o'ylabman. Lekin bu holatda meni mazax qilishingni kutmagandim, Ra'no. Mazax qilganim yo'q. Ra'no sumkasidan kiyimlarini chiqardi. Shunchaki, odamlarning taqdirini o'yin qilishdan oldin o'sha odamning o'rnida bo'lib ko'ring dedim. Mana, 4 soat yolg'iz qoldingiz. Och qoldingiz. Chorasizlikni ko'rdingiz. Agar bu holat qaytarilsa, men hech narsaga qaramay ketaman. Meni to'xtatib qola olmaysiz. Soliha jiyaniga ovunar. Uni sira qo'lidan qo'ymasdi. Xolinsa biror marta ham bolani qo'liga olmadi. Akam bilan bir yo'lini qilib hayotingizni iziga solishingiz kerak. Men Amira kelinoyimni qancha qiynalganini ko'rdim. U baribir qaytmaydi. Meni akangiz yomon ko'radi. Yanga, xafa bo'lmang-u, ammo siz sira o'zingizga qaramaysiz. Ter hidi kelib turadi. Sochingiz taralmagan. Kiyimingiz sutni oqqanlari sabab dog' bo'lib hidlangan. Men sizga yaxshi bo'lsin deb gapiryapman. Bunaqa holatda akam yaqiniga yo'latmaydi sizni. Mashhura Solihaga qarab ojizgina jilmaydi. Rahmat Soliha. To'g'ri aytyapsiz. Men o'zimni tashlab yubordim. Lekin u ovozini pasaytirdi. Akangiz hali ham Amirani sevadi. Men qanchalik o'zimga qaramay, uning ko'ziga baribir ko'rinmayman. Siz harakat qilib ko'ring, dedi Soliha go'dakni beshikka yotqizib. Hozir borib yuvining. Mana bu ko'ylakni kiyib oling. Men bolaga qarab turaman. Akam birozdan keyin kelib qoladilar. Hoji Ra'noning qat'iyati oldida birinchi marta ojiz qolganda. U umr bo'yi ayol kishini boshqarish mumkin bo'lgan mavjudot deb bilardi. Lekin Ra'noning ketish haqidagi tahdidi uning yuragiga haqiqiy qo'rquv soldi. Ra'no, dedi hoji past ovozda. Meni kechir. Endi hammasi boshqacha bo'ladi. Ikkinchi xotin haqida gapirmayman. Faqat meni shu holimda tashlab ketmasang bo'ldi. Ra'no indamay kiyimlarini javonga taxlab qo'ydi. U erining bu gaplari chin yurakdanmi yoki vaqtinchalik chorasizlikdanmi ekanini yaxshi bilardi. Ammo bolalari uchun hozircha sukut saqlashni afzal ko'rdi. Tohir uyida o'tirar ekan, bugungi ishlari ko'ngildagidek o'tganidan xursand edi. Bolam, akang, ukam tuzaldi, endi uyimizga qaytib ketamiz deyapti. Kelin bilan ham munosabati yaxshi shekilli. Baxtli bo'lsin. Mayli ketaverding. Sen yana chet el yo'qolib ketsang-chi? Ketmayman, oyi. Unda tezroq boshingni ikkita qilsam deyman. Meni ham bog'lab bermagan. Tohir jim qoldi. Onasining yoshlangan ko'zlariga qarab ko'ngli bo'shab ketdi. Mayli, oyi. O'zingizga yoqqan biror qizga suvchilikka boring. Komila opaning yuzlariga bir zumda nur yugurdi. O'g'lining bu gapi u uchun kutilmagan sovg'a edi. Tohirning ayollarga nisbatan sovib qolgan ko'ngli nihoyat ilayotganini ko'rib, ichidan bir nima yorishgandek bo'ldi. Rostdanmi, bolam? Komila opa o'g'lining qo'llarini mahkam tutdi. Meni aldamayapsanmi? Rost, oyijon. Faqat bitta shartim bor. O'sha qiz mening o'tmishimni, boshimdan o'tgan sinovlarni to'g'ri tushunadigan bo'lsin. Menga shunchaki xotin emas,
Haqiqiy yelkadosh, sirdosh kerak. Xavotir olma Tohirjon. Oying senga shunday guldek qizni topadiki, hali baxtdan sarmast bo'lib yurasan. Komila opaning xayoliga shu zahoti yaqin dugonasining qizi Nozigul keldi. Ismi jismiga mos qiz, nozikkina, qo'li gul, chaqqongina. Men dugonam bilan maslahatlashay, keyin uchrashib ko'rasan. Xo'p oyi. Tohir bugungi ish rejani bajardi. Tenderda g'olib bo'ldi. Endi qurilish kompaniyasining xom ashyosini u va uning firmasi yetkazib beradi. Shunda esiga Amira tushib unga xabar yozdi. Nima qilyapsan? Amira ham onlayn turgan ekanmi, darrov javob yozdi. Mendan bekorchisi yo'q hozir. Oyimga roziman dedim. Meni deb ko'p azob chekdilar. Sovchilik ishlarini boshlab yuboradilar. Buncha zo'r. To'y ko'rarkanmiz-da. Ha, ammo sevib uylangan boshqa edi. Na iloj. To'ydan keyin sevib qolasiz. O'ylanmang. Menga chidaydigani yo'qmi deyman-da. Shu kuni ular uzoq suhbatlashdi. Ruslan aka qarshisida o'tirgan Hamidga ijirg'anib qaradi. Men pushaymonman. Amirani yaxshi ko'raman. Bu ertagingni boshqaga borib ayt yigitcha. Qizim ko'chada qolmagan. Uni tinchini buzishingga qarab tura olmayman. Senlarni oilang sabab qabrga kirib chiqqanini hatto men hazm qila olmayapman bilsang. Uyingdagini baxtli qil. Agar Amirani chindan sevsang, uni tinch qo'y. Lekin o'ylardim, odamni ismi jismiga mos qo'yiladi deb. Ammo senda buni teskarisini ko'rdim. Bizni oiladan uzoq yur. Ruslan aka turdida chiqib ketdi. Hamid endi hech narsani avvalgidek qilib bo'lmasligini tushunganda. Ko'cha ayollari gaplashib o'tiribdi. Ikkita ayol ularga yaqinlashdi. Soliha degan qizni uyi qaysi? Biz sovchilikka kelgandik. Xolnisami onasini ismi? Ha, biram hurmatlik ayol deb eshitganman. Ayollar kulishdi. Hurmatidan uni. O'g'li xotini bo'la turib boshqa qizni homilador qilgan. Uyiga kelib o'tiribdi. Kelini ketib qolgan. Yo'q, shunday yaxshi ayolni o'g'li shunaqa qilganmi? Ha, shunday. Bu ayol ko'chada hoji. Hammasi ko'zbo'yamachilik. Ayollar yoqasini ushladi. Keyin indamay ortiga qaytib ketishdi. Bekor qildingiz-da. Nega ekan? Marakalarda bizlarni nazarga ilmay yuradi-ku. Meni va oilamni necha marta gapirgan. Ana ko'rdik, o'zini oilasi nimalar bo'lmadi. Bugun qon bosimi oshgan Mavludani eri ko'chadan baqirgancha kirib keldi. Mavluda! Oyjonning mazalari yo'q, yotibdilar. Guli qaynonasini ahvolini aytdi. O'lsin bu kunidan. Yeri yorilmadi, yerga kirmadim. Qizing qani desam, opamga qarayapti, u bu deb gapni olib qochdi. Qizi bola orttirib yurgan ekan. Onasini! Qaynotasi so'kingancha xotinni oldiga kirganini ko'rib Guli qo'rqqancha Javlonga qo'ng'iroq qildi. Mavluda erini bostirib kelgani va eshitgan so'zlardan tili aylanmay qoldi. Bilardi bir kun fosh bo'lishini. O'sha kun bugun ekan. Sen qanchiq qizing nimalar qilib yurganini nimaga aytmading? Nimaga unga tarbiya bermading? Sochidan changallagani uchun Mavluda opa gapira olmay qoldi. Men ham shunaqa bo'lsin debmanmi? Mavluda opa zo'rg'a pichirladi. Ko'zlaridan yosh sizib chiqdi. Sen o'sha o'liklarni yuvib yurguncha tirik qizingni yuvib tarab tarbiya bersang bo'lmasmidi? G'ayrat aka qo'lini siltab, xonadagi ko'zani devorga urib sindirdi. Ertaga yo'q o'sha iflosni topib kelasan. Kimdan orttirgan bo'lsa, o'sha bilan kelsin. Bu uyda endi senlarga joy yo'q. Guli eshik ortida titrab turarkan, qaynotasining vajohatidan yuragi chiqib ketay dedi. U Javlonning tezroq kelishini kutardi. Ammo birdan nimadir yerga gursillab quladi. Guli yugurib kirib, yerda yotgan qaynonasini oldiga shoshildi.